Usulün salomat tablolarda aksiya narxlarda sotib olaman degan akalarimiz shoshilib qolamiz akalar. Atiga 10 dona Solarisning va benzinli modellaridan aksiya narxlarda tarqatib yuborilmoqda akalar. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytib o'tilgan narxlarda yana ham tushirib kamiga qilib beraman akalar. 10 dona qo'yilgan akalar 10-iyul sanasigacha akalar kelib, komplektlarda selkalari, ocharlari, pluglari va chizillari bilan birgalikda xohlang Solarisning variantidan, xohlang benzinli modellaridan atiga 10 dona qo'yildi akalar. Kelib bemalol kelib xarid qilib oladigan joy akalar. Xo'p, bu Gusunisali motorlar o'zi nima ishlar qiladi degan akalarimiz uchun bitta ishlash jarayonlarini ko'rib boramiz, keyin to'liqroq ma'lumotlarni berib boramiz akalar. Bo'lmasa ishlash jarayonlarini boshlaymiz. Sizga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Hozir endi Gusunisi apparati eng qulay variant bo'lib turibdi bu joyida. Ko'rishingiz mumkin, Gusunisi apparatini seplari 16 sm bo'ladi akalar. Sizni arig'ingiz ichiga qanday ekin bo'lishidan qat'iy nazar bemalol tushib, mana shunday ekinlaringizni zarar yetkazmasdan haydab kultivatsiya qilasizmi, ariq ochasizmi, barchasini qilishingiz mumkin. Ana akalar ishlash jarayonlarini ko'rib bordilar. Ishlashlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol bitta odam yoshi kattaroq, kichikroq aka-ukalarimiz va ayollar ham bemalol boshqarish imkoniyati bor. E'tibor berishlaringiz uchun hozir uchunda original variantlarni qayerdan ajratib olamiz degan akalarimiz uchun biz sizlar uchun original bo'lgan seplari pechatli yonida devorlari bor variantida olib kelganmiz akalar. Atrofda sepi pechatli bo'lsa ham atrofda bez devori yo'qlari ham sotilyapti akalar. Bularni seplari uzoqqa yetib bormaydi akalar. Shuning uchun original variantlarni olishni tavsiya beramiz. Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, birinchi navbatda seplariga va reduktorlariga ahamiyatli bo'linglar akalar. Reduktorlari ham katta, yaxshi reduktorlardan qo'yib ishlangan variantini oladigan bo'lsangiz, motoringizni uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi akalar. Xo'p, bu Gusunisali motorlarimizni hozir kunda aytib o'tganimda 4 xildan nasabkalari va xohlaganlar uchun Solarisning varianti, xohlaganlar uchun benzinli modellarni olib kelib qo'yganmiz akalar. Xo'p, yoqilib turib benzin bo'lgan bu modelimizda motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan. Seplarning razmeri 16 sm bo'ladi. 60, 70, 80, 90 agat oralari uchun bemalol ishlov berishdi. Makka, lo'ya, mosh, pomidor, balgar, shunga o'xshagan barcha turdagi mahsulotlaringiz orasiga ekin o'sib qolgandan keyin ham ishlov berish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bu Gusunisali motorlarni bemalol rollarni pastga tepaga qilib o'zingizga moslab ishlatsangiz ham bo'ladi. Oldiga ikkita skor, orqaga bittadan skorlar bilan qo'yib ishlangan bo'ladi. Komplektlarda o'zini dokument kulishlari, hamma narsasi, zapchaslari bor ekan. Undan tashqari aytib o'tganimdek, xohlasangiz Solarisni, xohlasangiz benzinli variantlari uchun mana shu turdagi selka apparatlarni urug'larni solishda, dorilarni solishda selka apparati so'ragan akalar uchun komplekt holatda beryapmiz akalar. Xo'p, bu Gusunisali motoblogimizda selka apparatini 50, 60, 70 agatlarga ligirovka qilib katta-kichik qilsangiz bo'ladi. Urug'larda razmerni kattaytirib, kichraytirishda akalar yonidagi ligirovkalardan foydalanishlaringiz mumkin. Va orqasidagi balonlarni xohlagan razmerga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Balandroq, pastroq va undan tashqari bunkerlarni ham bo'lib ishlatsizlar bo'ladi akalar. Bunkerlarni bo'lishda mana shunday o'zini moslamalarini qo'yib turib, yarmiga urug'laringizni, yarmiga dorilaringizni solib ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari komplektlarda bo'lgan o'zini agat oladigan ocharlari, undan tashqari universalniy pluglari har tomonga ligirovka bo'ladi va undan tashqari kartoshkalarni kavlashda, plug sifatida foydalanishda, undan tashqari yerlarni ag'darishda juda manfaatli va foydali bo'ladigan universalniy pluglarni komplektga qo'shib beriladi akalar. Xo'p, agatlarning orasini kultivatsiya qilishda 50, 60, 70 agatga o'zgaruvchi komplektga mana shu turdagi chizillarni qo'shib beramiz akalar. Bu chizillarni ham o'zi Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan, xohlaganlar uchun o'zimizda zavodsiz holatda ishlab chiqarilgan variantlardan ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu chizillarimiz yordamida aytib o'tganimda o'ziga mos qilib ishlangan 50, 60, 70 agat oralarini kultivatsiya qiladi akalar. Xo'p, undan tashqari hozirgi kunda Solarisning motobloklar kunlar issiq bo'lib ketdi akalar. 40-50 gradusgacha issiq bo'lyapti. Shu issiqlarda ham
chidamliroq, baquvvatroqni so'ragan ekanmiz. Shu xohlaganlar uchun salarishli variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan. Harakati через remen orqali hop soatiga 700 grammdan 1 litrgacha nagruzi holatda rasxod qilib ishlaydigan salarishli 7 otushli gusunishli motoblok bo'ladi akalar. Bu gusunishli motoblogimizni ishlash prinsipi motor harakatga tushganda через remen orqali pastki reduktorga harakat beradi va reduktorimiz baquvvatligini hisobiga sepga harakat beradi va loyli joylarda, toshli joylarda, qattiq yerlarda ham buksavat qilmasdan bemalol yerlarda haydashda mana shuncha agregatlarni qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu gusunishli motoblogimizda oldiga ikkita skor, orqaga bittadan skorlar bilan qo'yib ishlangan. Akalar shoshilib qolamiz. Atiga 10 dona aksiya narxlarda qo'yildi va komplektda hamma narsasi bilan sizlar uchun eng arzon narxlarda Agroservis do'koni taklif qilib qoladi akalar. Aytib o'tganimdek, narx-navolar 600 dollardan 850 dollargacha chiqadi. Agarda bu videoga like tugmasini bosadigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytib o'tilgan narxlardan yana ham tushirib oz-oz kamini qilib beramiz akalar. Xo'p, manzilni so'ragan akalar uchun manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalari, gusunishli motobloklar va undan tashqari balonli motoblok so'ragan akalar uchun motobloklar uchun kerak bo'ladigan agregatlarda hammasidan topishlaringiz mumkin bizning do'konimizda. Motobloklarimizni eng arzoni 1,5 million so'mdan boshlab 10 million so'mgacha har xil turdagi texnikalarni sotib olishlaringiz mumkin. Kelganlaringizda hamma motoblogimizning qisqacha ma'lumotlarini berib boramiz. Agarda bu videolar sizga manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.